qarindoshlar. Şərq Türkistan sürgünlü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısına görüşənlərlə qısmən qarşı alırız. Erkin Asiya radio stansiyasının 5 martdakı xəbəriga qaraganda, sot delolları Şərq Türkistandakı vəziyyətinin Uyğurlarni atalmış qayta tərbiyələş mərkəziga solashdan türməgə qamashqa tərəqqi qildiganligidan signal bergan. Təhlilçilərning deyishicha, terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash delolarining ko'payishi adliyaning bostirish taktikasini ko'rsatadigan. Atalmış Şinjandagi eng yuqori sud va taftish guruhi e'lon qilgan ikki parcha doklad Xitoyning Uyg'ur nupusini cheklash strategiyasining atalmış qayta tarbiyalash markazidan turmaga yo'tqilayotganligini ko'rsatib bergan. 3 mart atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq hukumatining organ tor bekiti Tangirtog'da e'lon qilingan bu doklad yillik adliya statistika sonliq ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Tahlilchilar bu sonliq ma'lumotlarning atalmış Şinjandagi Uyg'ur va boshqa turkiy millat a'zolarini sotlash uchun texmi rasmiy chiriklashgan usullarni qo'llanish strategiyasiga qarab taraqqiy qilganligiga vakillik qilganligini o'ttirg'a qo'ygan. Atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonining 13-navbatli xalq qurultiyining 5-qatimliq yig'inidagi Xalq taftish mahkamasining boshlig'i Yongjun bergan xizmat dokladida taxminan 12900 o'xshamagan jinoyatga shetishliq 28490 deloda 44600 dan ortiq insonni ayblash orqali Atalmış Şinjanning bexatarlik qurilishining ilgari surilganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Bosh sotchi Bargul Samat 2021-yillik xizmat dokladini o'qiganda rayonlik sotlarning 668.900 parcha deloni qarab chiqqanligini, buning ichida 606.200 parchaning jamoatning tekshirishiga sunilganligini, Oliy sud mahkamasining 5271 yetiq delo ichidan 5820 deloga qarab chiqqanligini, davlat ig'dorchiligidagi iqtisodiy va yarim harbiy tashkilot Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atrofida boshqargan sudning 80.800 parcha deloni bir taraf qilganligini, buning 71 mingning hozir yepilganligini, sudning siyosiy rolining qonun orqali idora qilish va milliy bo'lginchilik, diniy oshqo'llik shundaqla zo'ravonlik, terrorlik harakatlariga yaqindan diqqat qilib, muqimlikni qo'g'dash, besimi kuchlik muhitga kafolatlik qilish ekanligini aytdi. Germaniya tadqiqotchisi Adrian Zemsning aytishicha, atalmış Şinjan sudlaridagi delolar va tekshirish qatim soni 2018-yildan buyon bir hassaga yaqin ko'paygan. Sharq Turkiston surgunda hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari direktori Mashal Bachelet Sharq Turkistonni ziyorat qilish uchun tayyorlanayotganda Xitoy, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni jazo lagerlaridan turmalarga yutkab, muddatli qamoq jazosiga hukm qilish orqali qalaymaqon tutqun qilib, nazarband ostiga olish, irqiy qirg'inchilik yurgizish qilmishini qonunlashtirmoqda dedi. Reuters agentligining 9 mart kunidagi xabariga qaraganda, Amerika chorshanba kuni Xitoyni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari direktori Mashal Bacheletning Xitoyni planliq ziyorat qilgan vaqtida Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga qilayotgan muomalasini tekshirish uchun atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonining har qaysi joylariga to'solg'isiz va nazoratsiz ziyorat qilishga kafolatlik qilishga chaqirdi. Bachelet 5-oyda Xitoyni ziyorat qilish uchun Xitoy bilan kelishim tuzgan. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Jenevadagi bosh elchisi Shiba Kroker bayonotida ishonchlik ziyorat uchun Bachelet cho'qim atalmış Şinjandagi bir qator Uyg'urlar va guruhlar bilan shaxsiy uchrashishi hamda dokladlarda o'tirg'a qo'yilgan majburiy emgak rayonlariga berib tekshirish olib berish kerak dedi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq elchisiga rahmat aytamiz. Shundaqla Amerika Davlat ishlari mahkamasi, Tashqi ishlar ministrligining Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston milliy uyg'onish tashkilotining Xitoy amaldorlari ustidan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan arzini qo'llashini, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatini tekshirishga da'vat qilishni talab qilamiz dedi. New York vaqt gazetining 9 mart kunidagi xabariga qaraganda, Koreya Konservativlar partiyasining rahbari Yoon Suk-yeol prezidentlik saylovida g'alaba qozongan. Bu qitimqi saylam 1987-yildan buyongi eng qiyin saylam hisoblangan. Bu qitimqi saylamga Janubiy Koreyaga qo'shni davlatlar va Amerika hukumati alohida diqqat qilgan. Yoon apandining saylanishi hozirgi ministerning ilgirlash kun tartibini ostin-ustin qilib o'tishi mumkin ekan. Uning Shimoliy Koreya bilan bo'lgan munosabatda dialog, tinchlik kelishim siyosati yurgizishi mo'ljallanmoqda. Moon apandi prezident bo'lish sifati bilan Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un bilan 3 qatim suhbat o'tkazgan bo'lsa-mu, Kim Jong-unning yadro qurollari programmasini tez suratda kengaytirishni to'sqinlikqa uchratolmagan. Yoon Moonning xuddi Xitoyga yaqinlashgandek Shimoliy Koreyaga bo'lgan yaqinligini tanqidlagan.
O, Şimali Koreya yadro qurallarından tamamen vaz keçmekçe Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Şimali Koreyaga jazalash yurgizishida ching turgan. Yon efendi Amerikani Janubiy Koreya bilan Amerika o'rtasidagi birlashma harbiy manevrni tezlatishga chaqirdi. Moon buningga sal qargan. Yonning bu ishi Şimali Koreyani g'azablantirishi, texnik ko'p qurol sinq orqali munosabatni yiriklashtirilishi mumkin ekan. Sharq Turkiston surgundi hukumati saylangan prezident Yoon Suk Yeolning Koreyaning prezident saylovida g'alaba qilganligini tabriklaymiz. Uning boshqarishidagi Koreyaning Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya, Hong Kong va Tayvan bilan ittifoqlashishini umid qilamiz dedi. Vatanim tarixi ustun qadrlik o'ng so'llari, arslanlar izlari, birlar chiniqqan yo'llari, qahramonlar ustixonidan qurilgan ho'llari, kimki xoin bu vatanga qurusin put qo'llari, erkin ozod gullanish jarayonidan ayrilmasin. Asrlar g'aflat jaholatlarda qolgan bo'lsa-mu, ko'z ocholmay jahili nodonlikda yotgan bo'lsa-mu, davrlar din xoruzorliqlarga patgan bo'lsa-mu, ko'p zamonlar zulmu kulfatlarni tortgan bo'lsa-mu, hamda porloq baxtlik davronidan ayrilmasin. Qo'lga kelmas erk mushukdek talmurib turgan bilan, qaytirib bermas bulongchi yalvurib so'rgan bilan, baxt izlab kelmagay hang vaqtda o'ltirgan bilan, aldanib qolmaslik kerak aldab umundurgan bilan, haqni o'z kuchi bilan qo'lga olgandan ayrilmasin. Vatan va millatni söymek ehli islom sha'nidir. Bu haqiqat, bu adolat Tangrining farmonidir. Bu aniq sir shubhisiz haqqoniyat mizonidir. Asli nasli pok vijdon ahlining jononidir. Candan ayrılsın lekin cananıdan ayrılmasın. Merhum inqilobiy shoirimiz Abdulaziz Mahsumning she'rlaridan elindi. Hurmatli ko'rurmanlar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.